Yoldaşlar, g'olibiyetinglar bilan tabriklayman. Sizlarni g'olibiyetinglar bilan. G'olibiyat bilan yo'ldoshlar. Rahmat. Bu g'olibiyat osonga tushmadi. Bu g'olibiyat Yetsu chekistlarining g'olibiyati. Bu g'olibiyat bizning xalqlarimizning internasional do'stligining natijasi. Mening fikrimcha, bu qahramonlarni mangu unutmasligimiz kerak. Ularning jasoratlari abadiy yashaydi. Afsus, ularning otlarini hozircha oshkor qilmaymiz. Bir kunlar keldiki, xalq o'z qahramonlarining nomlarini bildi. Qosimxon Chanishev, Mahmud G'ojamyarovlarning nomlari tarix sahiplariga oltin harflar bilan yozildi. Orasjon Do'stov, Abdulro'zi Baqiyev yo'ldoshlar bizni g'olibiyatimiz bilan tabriklab telegramma avatibdi. Bizning yangi yutuqlarga yetishimizga tilakdoshlik bildiribdi. Endi bandı texmi quturishi mumkin. Ularni bir taraf qilmay xalqimizga aram yo'q. Kızım, Gülendam. Kızım, Gülendam. Kızım. Kızım. Zayıfcanın ahvoli qandaq bo'lar ekan cho'ngdada? So'rab baqayli herhalde. Endi bir omonlik qil balam. Yaxshimisiz? Salomatmi balam? Boshlig'ingizni chaqirib yetinglar. Yaxshimi Jangshi? Rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatsiz. Bu kishi Zayirning dadisi bo'ladi. Ko'p yillardan beri o'g'lini ko'rmagan, ish yo'chug'idan bo'lsa-mu, o'g'lini ko'rvasin. Shundoq qilgina o'g'lim. Ağırıq aramasın, ağırıq yaxşı. Xatırcam bolun çoğdada. Yoldaş doktor, dadam Zayircan'ı iş yo'chug'idan bo'lsa-mu ko'rvasinchi. Bo'pti mayli, bir qarab o'ylang çoğdada. Rahmat balam.
kılar ikinci manap deyici. Yaxşı olub qala. Qandaq ke dada? Құлағымның қатық шүкірі Yaxshi qizim. Dada, qanday bo'lib qapti? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi-da. Xoş. Endi senin növbetin geldi komandir. Bəgini tirik qolğa çürüşkə hərəkət qıl. Yardımımızı aymayımız. Boladı. Polat akam Begining bandisini 4 tarafdan qorshab oldi. Qo'rshovda qolgan bey mening jangchilarim tug'an tarafni buzib o'tmoqchi bo'ldi.
qadamga ulgurib kelgan Po'lat akamning jangchilari Bagning planini bitchit qilib tashladi. Biroq Po'lat akamning Bagni tirik qo'lga tushirish plani amalga oshmay qoldi. Bag o'z kiyimini boshqa bir banditga kiygizib, qizillarni oqsidan ergashtirib qochira oldi. Qo'lini kuta. Baq oyoq ketdi, ha? O'zi bo'lsa, Qissansay orqali 5-6 kalla kasalları bilan Chegarning uyquga o'tib ketdi. Şu Sögatning evi tarafidagi bog' qilingan joyda Ivanov bilan Gulandam Hadamning kolxozga da'vat qilib so'zlagan so'zlari hilmi yodimda. Vay apa! Vay canım apa! Vay ne kıp koydum ben vay apa! Vay canım apa vay dat! Vay kutuldurum lan nene vay da apa! Vay canım apa! Vay canım apa ne kıp koydum ben vay. Assalamu alaikum. Assalam. Qani, kaç tapsılago. Şuchuk yo'liqlar bo'g'adi kolxozda. Qani. Yaxshi. Aytsan. Assalomu alaykum. Hey, nega mağdurlar? Kolxozga kirmoqchimisizlar? Kapırlar qo'shilmoqchimisizlar? Ular bu yotmaymi? Qo'shilmoqchi. Voy, ular bu yot yo'q. Qani meningni qaytar. Qaytar qani. Apkata qani. Qara bularni texi kolxozga qo'shilmoqchi. Qani, ket. Qani.
Ahırı məlimizdə teşlik ornudu. Yoldaş Ivanov başlıq, Qızıl Armiyanın başçıları xalqını dərhal kollektivləşdiriş işığı çaqırdı. Yoldaşlar, xalqimizda kuch birlikda, ish o'mlikda degan yaxshi bir gap bor. Mana bizning aramizda bizning peshqadam bularimiz, oqsoqollarimiz, mo'minlarimiz o'tirdi. Shuning bilan birga baravar dehqonchiligimizni birlashib ishlasak, uningdan yaxshi daromad tepishimiz mumkin. Shuning uchun hammamiz bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib kolxoz uyushtirishimiz kerak. Kolxoz bizning kelajagimiz. Kolxoz bizning hamma ishlarimizning yaxshi bo'lishining kapolati. Shuning uchun qani yo'ldoshlar, sizlardan so'raydiganimiz kolxozga yezlinglar. Men birinchi deb chiqadigan bormi oranglarda? Men qizim. Men yezdilar oldilar. Bir at harvo yezdim. Bir at harvo. Zafer buam. Zafer. Bir at harvo. Bir sentner ulug'. Bir sentner buğday. Ulug' buğday. Mana ko'rdingmi? Bir sentner ulug' buğday. Andiki mening deydig'im. Xo'sh. Kolxoz mana bugungi kunda kolxozning yig'ini bo'lib o'tirdi. Kolxoz qurilamiz deb.
Mana moşiğinizi kelip oltağalla, gelecekte kolxozniki yaxşı buluş için moşu işini, planını kurup hükümetimiz başıyla kelip oturdu. Endi sizlerden soraydıgınım, her kaçan bizge gelecekte az katış için kolxoz gerek. Kolxoz degen birleşip, bir adamdaki okat kıldığın okat koşaydı. Ve şunun için barlığınlarını ben üzerinde sorayım, kolxozga yerliğinlardı. Kurban yazın. Ben bir yet kördüm. Ben tonuvardım ben. Eşik işini. Rayonun kısmaşa kooperasyonu başladı. Sen şundan bilin at. Ya ben bir yerde. Yoldaşlar, biz yeni hayatı kadem koyuvatımız. Yeni zamanın yeni işlerini emelge aşırıvatımız. Mana bugün hemminler bilen kolxoz kurduk. Onun kelgosu parlak. Kelgösü de o bəxtlik buluğu buludu. Yaşsın yeni hayatının yeni kolxozçuları. Yaşsın. Kayıtlap alayım. Lenin. Dürüst. Seni siz kandaksınız nasıl? Dürüst. Dürüst. Lenin. Seni? Edem onu şeklini dürüst koymapsız maya taraf koyun. Lenin. Lenin. Dürüst. Dürüst. Seni? Ben koyayım. Lenin. Seni tekrarlayalım mı? Lenin. Mehriban seni. Lenin. Seni yanı bakın. Seni annenin sizin kadar fotoğraflarınız. Dürüst yazmapsız bu. Seni eklememiz istedim.
Qanday? Tushundingizmi? Qani o'zingiz Qanday? Uyg'onib otamsizlar? Dada. Sening yozgan harflaring durust emas-ku. Ular harfini durust yozmabsan. Qani? Ha? Durust. Yo'q, dada, tushunganlar harfini durust yozmabsan. Qani men ko'rsatgin. Mana buni harfini durust yozmabsan. Oldi meni uyaltamagan. Bo'pti, o'zim bilgin. Durust. Çoğun dada, siz-chi? Durust yozdingizmi? Qani men ko'rib baqa. Durust. Mana shu kishi ulug' dahimiz Vladimir Ilich Lenin butkul dunyo yo'qsullarining g'amxo'ri, uning yo'lboshchiligi bilan ulug' oktyabr inqilobi amalga oshdi. Sovet hokimiyati qurildi. Mana shu kishining rahbarligida Geçti. Kim? Mihriban. O'zine de. Uyda hazır. Sen vayim qilma. O qanjiqni o'zim bir taraf qilaman. Qani bergan yerda qo'yman degini. Bir qadamni hech basa olmaydigan bo'ldi kishi. Mana men evatdi. Malimizga birinchi traktorni men haydab kelganman.
qığının senin ha? Özünü aysan bomamdı ha? Sana jügraşke bomaydı o kızım. Oy bu ne mi qığının? Bunun aklı yok. Bunun ço. Mana qara bunun qığını. Bunun mis işlemeydi o bunun. Ha. Hey kızım. Qani? Hey boldu. Sen en bombağında sen aysan bombam. Ay seni qara. Qani gör kızım. Gör kettik. Gör. Sana andaq jügraşke bomaydı o kızım. Qani gör. Zayraka, hoş geldin. Merhaba adam oğul tuğdu. Zayraka, hoş geldin. Merhaba adam oğul tuğdu. Oğul. Yana bir qıtım qaytlıqır ha. Merhaba adam oğul tuğdu. Sılırından örgülük bitay. Oğul. Çöpe. Acep buldum acep buldum Acep bulgan gıcılaymen Acep bulgan gıcılaymen.
Mehribonning fojiasi dadamga nihoyat ig'ir keldi. Arada dadam og'ribmi qoldi. 30-yillarning 2-yarmi kelganda qag'jirab yotgan bo'z yalaga su chiqarish ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Kunlab pastki soyning bosh tarafidan kematdi. Men uni bir qancha qitim chapmoqchi bo'lgan o'stangning loyihasini yasayotgan yerdan chaqirib kelganman. Yana bir qancha qitim bo'lsa, uni o'stang qizilidi deb faraz qilingan qirlarining o'yman chunqurlarini suv quyib tekshirayotgan paytida ko'rganman. Ködünlama? Ana, saydık sunu ködünlama? Ana şu suçu bir kağıl yıkmadıdı. Benim dadam rahmetli, Deha'nın ceniye keni su deydiğen. Eğer şu ikisi olmasa Dehan emez. Eğer şu sunu boğup, ana, kırıblan ep çıkıdığan bolsa, elin bay, melin may buldu. Mana qandaq. Sen muşudada nadiki yo'q bir ham xiyollar bilan o'zingni avar qilib yursa, mushundaq egizlik qandaq qilib such qag'ili bo'ladi? Uning ustiga ashliq pishib qoldi, uni yig'velish kerak. Odam bo'lsa az, kuchimiz yetishmaydi. Men ashliq yig'maymi yo o'stan chaptirmanmi? Voy, bu ham xiyol emas. Kolxoz raisi degan bugungi kunni o'ylamaydi. At kunni o'ylab ish qilish kerak. Kelajakni o'ylab ish qilish kerak. Bilib qo'ysin. Juman Abdiyevich. Hey, Juman, sen buning birim degini? Ko'lamdan aytganda ul avrus. Siz aytgan anov saydan buna qurg'oq yerga suv olib kelib ul ulkan jumus.
Onu barlığı bileti. Oңай emas. Men oңай davatqanim yo'q. Qiyinligi rost. Biroq bu qiyinchilikdan qo'rqmaslik kerak. Nikolay zamonida qiyinchilik bo'lgani rost. Hozir bo'lsa, meka, tutqunam o'tayaqni. Tuta, ha. Men san ko'stay. Qani, ha. Mana qara. Qaravatimi? Uni ana. Ko'ryapsansan? Mana tuta, qara. Mana ko'rdingmi? Mana Mono taş qanchalik pastga tushidi. Mana. Dada, o'ng'ay ish emas. Kuchimiz yetmaydi, oson ish emas. Sen nimdavatsa, dada, nimdavatsa? Ey, nimishki kuching oz bo'ldi sening. Mana rayonning boshlig'i Juman yoningda turibdi. Har bir kolxozning 10-15 odam yordamga kelsa, qishqi qolmay bu suv malligi bor edi. Agar ashu g'olni bo'g'ilgan bo'lsak, suv dalaga qarab, o'qrab mangdi, bilib qo'y. Dada, anlig'ini. Yani o'ylanish kerak, Tayir aka. Ey, o'ylaydigan nima bor deysan? Qoramning o'stini esimda bormi? Ana shu o'stanni mana mening dadam chapqan. Sening dadang chapqan, bilaman sening dadam. O'chu sening bobong bo'ladi. Ey, mangqilan neri ko'zimga ko'rmadi. Ey, mang. Qo'ldan hech nima kelmaydigan bir narsa kelib, bu nima ro'y bu? Qaratdi bobong, dadang demamda. Xo'sh, Juman, sen buningga nima deysan, ha? Qo'shilamsan ya yo'q? O'ylanaylik, Tayir aka. Rayondan yaxshi mutaxassislarni chaqirlaylik. Yaxshilab maslahatlashaylik. Maslahat bilan qilgan ishning kamchilik oz bo'ladi. Juman Abdiyevich, sizni mumkinmi? O'ylan, obdanroq o'ylanglar. Qochishgacha bu o'stanni malligi chep opirishga bo'ladi. Ma'qul, o'ylanaylik. O'ylanglar. Juman Abdiyevich, sizni Juman Abdiyevich, men dadamning taklifiga qo'shilamayman. O'stangi suv chiqarish oson ish emas. Xalqni ayash kerak. Demisingizmi, xalq bu yil yaxshi ishildi. Albatta to'g'ri. Tayir akaning ko'yib pishib etqini qaraganda bir natija chiqamdikin. Men shunda o'yib kelib qoldim. O'ynab ko'raylik, Juman Abdiyevich. Men nim deymi? Tayir aka, tashvishlanmang. Men sizni qo'llab quvvatlayman. Rahmat. O'ylaymanki, boshqalarni qo'llaydi. O'zingizni ayang, Tayir aka. Salomat bo'ling. Rahmat sana ko'la. Xayr. Yo'ldoshlar, bugun biz yillar bo'yi ota-bobolarimiz arzu-armon qilgan kunlarga kelib o'tirmiz. Ming yillardan beri ajdodlarimizning arzu qilgan bizga boshqa kolxozlarmi, Qizil armiya jangchilari yordamga keldi. Turmushimizni onundumu yaxshi gulitimiz. Shuning uchun yo'ldoshlar, bugun sizlarni Qizil Sharq kolxoz pravleniyasi nomidan chin yuragimdan tabriklayman.
orqali chiqarilgan suv bilan minglagan gektar bo'z yala o'zlashtirildi. Xalq bu o'stanni Tayir o'stanni deb atab ketishdi. Yılı dadam öz acılı bilen dünyadan öttü. Biz dadamның vasiyeti boyunca onun cesedini moşu üstağının boyuq koyduk.